Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiligiga aloqador doklad Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida muzokara qilindi. Sharq Turkiston xalqining Xitoy virusi bahonasidagi qamal tufayli osh qilish ahvoli bargan sari og'irlashmoqda. Xitoy Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisini fuqarolar qatorida virus tekshirishga qatnashtirgan. Yevropa parlamentining a'zolari xalqaro jinoiy ishlar sotidan Xitoy sodir qilayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini tekshirishni talab qildi. Dunyoning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi namoyishlarimiz javlan qildi. Tövəndə texnologiya xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Reuters agentlik to'rining 13-sentabrlik xabariga ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi 12-sentabr 51 qitimliq umumiy yig'in o'tkazib, muvaqqat kishilik huquq komissari Nada Nashevning Dunyo kishilik huquq taraqqiyoti va oliy komissar ishxonasining faoliyati to'g'risidagi og'zaki dokladini olgan. Yig'inning 2-kuni Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq organining mazkur dokladni e'lon qilganligini tanqid qilgan va mazkur apparatning bunday qilish huquqi yo'qligini da'vo qilgan. Ammo Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidagi atalmish birlashma bayonotini qo'llovchilar ba'zi kuzatuvchilarning mo'ljardikidan oz bo'lgan bo'lib, bu Xitoyni tanqidlovchilarga jasorat ato qilishi mumkin ekan. Diplomatlarning Reuters agentligiga bildirishicha, demokratik davlatlar navbatda Xitoyga qarshi tarixiy qarornoma ma'qullashdi. Jumladan Janvadagi kengash jarayonida tekshirish mexanizmi barpo qilishni o'ylashmoqda ekan. Amerika, Kanada va Yevropa ittifoqi qatorliqlar Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiliklarga aloqador dokladning e'lon qilinganligini qarshi olgan. Hamda 13-sentabrdagi mazkur doklad tunji qatim muzokara qilingan yig'inda o'zlarining bu vaqtdagi andisini bildirgan. Al Jazeera to'rining 15-sentabrdagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistondagi G'o'lji shahrining aholilari 40 kundan buyon davomlashayotgan Xitoy virusi bahonasidagi qamal tufayli uylarda oziq-tuliq qolmaganligidan shikoyat qilgan. Xitoyning ijtimoiy taratqularida, shundaqla TikTok va Twitter qatorliq suhbatlarda ham bayarlangan videolarda G'o'lji aholilari qo'rg'dilinib qolgan to'nglatqularni va ochliqdan jon talishayotgan bolalarni ko'rsatishgan. Yana ba'zilar 8-oyning 5-dan tortib davomlashib kelayotgan qamal jarayonidagi kechirmishlarni ko'z yoshi ilkida bayon qilishgan. Bu shahardagi Xitoylar garchi qamalning ta'siriga Uyg'urlardan azroq uchirgan bo'lsa-mu, yana vaziyatdan qaqshmay turmagan. 11 avgust G'o'lji soqchilari 4 tor abonentini Xitoy virusi qamali to'g'risida atalmish fitna tarqatgan deb qo'lga olgan. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy sargezi to'rining xabariga ko'ra, bu 4 kishi G'o'lji shahrida 5 kundan 10 kungacha ma'muriy jihatdan to'xtatib qo'yilgan. Garchi soqchilar qo'lga ilinganlarning millat tarkibini oshkorlamagan bo'lsa-mu, ammo ularning ismlari ularning Xitoy ekanligini aniq ko'rsatgan. Yana bir tarafdan atalmish fitna tarqatish bilan ayblanganlar Uyg'ur bo'lgan taqdirda hargizmi 5-10 kunlik qamoq bilan qutulib ketolmaydiganligi shaksiz. Ekilincha Xitoy Kompartiyasining 20-qurultayı yaqinlashib qolgan bu paytda Xitoy tavasidagi 74 shahardagi 300 milliondan ortiq kishi umumyuzlik qamalga duch kelgan bo'lsa-mu, lekin Sharq Turkiston shaharlaridagi qamalning salmoqi va fuqarolar duch kelgan ocharchilik qatorliq ichinishli qismatlarning boshqa har qanday joydagidan og'ir ekanligi ma'lum. Buningdan sirt Qo'g'dog'ich gazetorining 12-sentabrdagi xabariga ko'ra, Xitoy to'r tekshiruvchilari bir oydan ko'proq vaqt qamal qilingan bu rayonlardagi yemaklik va dori yetishmaslik masalasidagi shikoyatlarni yo'chirish uchun ijtimoiy tarmoqlarni Sharq Turkiston vaziyatini pardozlaydigan yozmalar bilan to'shqizib o'tishga buyurilgan. Amerikadagi Xitoy raqamli davr to'rida oshkorlangan bir buyruqda ko'rsatilishicha, Xitoy to'r tekshiruvchilariga inkas kalkun harakat qo'zg'ab, Xitoyga foydasiz uchurlarni shularning ichiga g'arq qilib o'tish vazifasi topshirilgan. The Punch Times to'rining 16-sentabrdagi xabariga ko'ra, Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Nicholas Prince o'zining mushayning beshida Shanxaydagi ma'lum bir ko'chaga joylashgan tojsimon virus yuqum ahvolini tekshirish podkasining oldida o'chirat saqlayotgan rasmini Twitterga chiqargandan keyin bu ahvol to'rda kuchli g'ulg'ul qo'zg'agan. Mazkur Twitterga nurg'un Xitoy to'rchilar jumladan Xitoy cho'ng quruqligidagilarni inkas qoldirgan bo'lib, ularning ko'pinchisi Xitoyning bu qilmishini chekdan eshib ketgan deb qaragan. Yaponiya turishliq iqlim masalalari tahlilchisi Chukay bu haqda shunday degan. Princening Twitter yo'llanmasi siyosiy mavqening namoyandasi bo'lib, u bu orqali Xitoy doiralarining Amerikaning Xitoy xalqiga sat ko'rsatish jihatdagi o'rinishlariga qaytarilgan inkas sifatida biz, ya'ni Amerika Xitoy xalqi bilan bir sapda degan signalni bermoqchi bo'lgan. Egilincha Nicholas Prince Twitterni to'liq faol ishlatadigan bo'lib, yuqorqi Twitter yo'llanmasini yo'llagan kunning ertasiga Amerika davlat sekretari Antony Blinkenning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirchiligini tema qilgan Xitoy hukumatini Uyg'urlar qaratgan jinoyatlarni to'xtatishga chaqirgan Twitter yo'llanmasini ham berlagan. The Print to'rining 17-sentabrdagi xabariga ko'ra, Sharq Turkiston surgun hukumatining bildirishicha, Yevropa parlamentining 38 nafar a'zosi Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining taftishi Karim Xonga birlashma xat yozib,
Uni Xitoy amaldorining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan jinoiy qilmishlarini tekshirishga undagan. Xatda Xitoyning Tojikiston qatorliq davlatlardagi Uyg'urlarni ta'qib qilib, ularni Xitoyga majburiy qaytarib ketganligi, shundaqla bu Uyg'urlarning majburiy emgak, qiynash va majburiy tug'maslik qatorliq vahshiylikka duch kelganligi tilga olingan. Xatda yana Tojikistonda yashaydigan Uyg'urlarning kam deganda 90%ning Xitoy doiralari tomonidan Xitoyga qaytishga yoki jismoniy yoki ruhiy jihatdan majburlanganligi. Ularning orasidagi Xitoy qaytganlarning faqatla izdirik bo'lmaganligi. Shundaqla son-sanoqsiz xabarlarda ko'rsatilgandek, qo'rqinchli rahimsizliklarga va xo'rlashlarga duch kelganligi qayd qilingan. O'z xabarimiz. Xitoy Sharq Turkistonning G'ulja, Urumchi, Ko'rli qatorliq shaharlarda virusni bahona qilib, xalqimizni uylariga qamab olganlik to'g'risidagi sin ko'rinishlari chet elga chiqib chiqqandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar cho'nqur iztirobga cho'kdi. Muhojiratga Uyg'urlar virus bahonasi bilan Uyg'urlarni osh qo'yib o'ldirish yo'lini tutgan Xitoy hukumatiga bo'lgan g'azab nafrati va qarshiligini bildirish maqsadida o'zlari turishlik davlatdagi Xitoy elchixonasi oldida namoyish qildi. Xitoyning virusni bahona qilib Uyg'ur xalqini osh qo'yib o'ldirish yo'liga o'tganligidek vahshiylikka g'azablangan Amerika, Fransiya va Gollandiyada yashayotgan Uyg'ur o'g'il qizlari Xitoyga bo'lgan g'azab nafratini yillardan buyon davomlashib kelganiga o'xshamaydigan usullar orqali ifodalab, Xitoy elchixonalariga tuxum, rang qutisi qatorliqlarni atdi. Muhojirat yashayotgan Uyg'urlar bir tarafdan Xitoyning vahshiyona jinoyatiga g'azab nafratini ifodalab la'nat o'qisa, yana bir tarafdan qo'rqmas o'g'il qizlarning baturona ifodasiga opirin o'qidi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.